Avvalambor assalomu alaykum. Qo'qon shahar yangi bozor PMK'sidan kastam video obzor qilyapmiz. Qadrli obunachilar, ko'p akalarimiz 11-15, 11-30 motor so'rab turishadi. Motorlarimizdan yetib keldi. Hozirgi kunda ko'p akalarimiz Division so'rashyapti. Divisionning o'rniga mana katta generatorlarimiz keldi. 20 kilovatli so'ragan akalarimizga 20 kilovatli generatorlarimizdan keldi. 100% mislik odnotkasi mislik generatorlarimiz yetib keldi. 3 faza 20 kilovatli generatorimiz. Bundan ham kattarog'ini so'ragan akalarimizga 30 kilovatli 100% mislik generatorimiz, 30 kilovatli 20 kilovatli generatorlarimizdan ham yetib keldi. 11-15 motor so'ragan akalarimizga salargali 11-15 motorlarimiz, hop radiatorli emas, suvli bo'ladi. 11-15 motorimiz 11-30 so'ragan akalarimizga 11-30 suvli motorlarimizdan yetib keldi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilishlari mumkin. Manzilimiz shu Qo'qon shahrida joylashgan. Xolasalaring generator bilan komplekt qilib ham divizion qilib berilaveradi. Xolasini 11-30 ga, xolasini 11-15 ga starterlari bor, ikkalasini ham akkumulyator qo'yilsa bo'ldi, starterga zavat bo'ladi. Manzilimiz Qo'qonda joylashgan.